Assalomu alaykum. YouTube kanalimizda biz kuzatib turgan obunachilarimiz Xudo xolasa universal darabilkalarimiz haqida ozgina to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Universallar 4 kilat 3 mebrotdan mis admotkalik, alyumin admotkalik bo'ladi. Motorlarimiz 3 xil, 4 xil bo'ladi. Xudo xolasa darabilkalarimiz tishlari 20 talik, 24 talik tishli bo'ladi. Hop, 24 taligimiz qalin stenkalik liska bo'lgan bo'ladi, 1 santimetrlik. Oldidan ko'rsataman hozir. Mana list qalinligi 1 santimetr bo'ladi. Bunimiz esa mahaviylik bo'ladi. Bular 7 kilolik bo'lsa, bular 9 kilolik bo'ladi, xudo xolasa. Hop, alyumin admotkaligimiz 2800 milligi bor. 3 millionligi bor. Mis admotkaligimiz 3 milligi bor. 3,5 millionligi bor. Narxi motorning sifatida keladigan narxida ozgina farq qilgani uchun ozgina qimmatroq, arzonroq bo'ladi. Xudo xolasa. Hop, darabilkalarimiz hozir ko'proq kurchoklik variant bo'lyapti. Orqalarda tok o'lchadigani bor, avtomat zashitalari bor. Motorda o'zida ham xudo xolasa tok o'lchadiganlari bor. Hop, darabilkalarimiz pichoq turadigan stenkasi, turbasi qalin stenkalik turba bo'ladi. 6-7 mm bo'ladi, xudo xolasa. Pichog'iga ichiga temir tushib ketganda ham qirg'og'ini yetib chiqib ketmaydi, xudo xolasa. Xizmat qiladi. Kimgadir kurchoklik variantini so'raganlarga kurchoklik, gayka budli so'raganlarga gayka budligi bor, g'ildirakli so'raganlarga g'ildirakli darabilkalarimiz bor. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul. Xorazm, Qoraqalpog'istongacha yetkazib beramiz. Kimga shunaqangi universal darabilkalarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Pastga telefon nomerini yozib qoldiramiz. Xo'p, pushkali variant so'raganlarga pushkali bo'ladi. Og'zi kattaroq bo'ladi. 4 burchak hampali so'raganlarga 4 burchaklik. Xo'p, yongan ishlab turadigan pushkalimizdan ustiga qopdi. Undan ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa setkalar 3 xil bo'ladi. Yorma qilgani, kepay o'ng holatda qilgani, o't qashaydi mayinlashtirgan 3 xil setkamiz bo'ladi. To'rtinchisi endi darabilkamizni o'zida bo'ladi. Shunda holatda chiqarilsa mana. Bemalol mollaydigan holatda bo'lib chiqadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Xudo xolasa kechga dastavkalarimiz bor. Video iloji boricha qo'yishga harakat qilamiz. Samarqandga, o'zimiz Farg'ona shahariga. Keyin hop, Toshkentga zakaz darabilkalarimiz bor, xudo xolasa. Bir qator video obzor qilib chiqarishga harakat qilamiz. Pastga telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Hop, kommentariyada nima savollaring bo'lsa yozsang, javob yozishga harakat qilamiz bemalol. Motorlarimiz 100% medni Ariol motorimiz bor. Hop, Aqua motorimiz bor. Rubin motorimiz bor. Yana 2 xil 3 xil motorlarimiz bor. Qaysi biridan zaril bo'lsa, hammasidan qilib beramiz. Hop, bu yoqda darabilkaga ishlatadigan listlarimiz qalin, yaxshi, stenkasi bo'ladi. Yangi list bo'ladi. Hop, bu yoqda kontinent listlarimiz qorniga bo'ladi, chiramagan, zaynamagan. Xudo xolasa top-toza bo'ladi. Bular esa o'sha ko'rsatgan pichoq turadigan joyidagi turbalarimiz qalin stenkalik bo'ladi. Hammasi xuddi mana shunaqangi holatda bo'lib boradi, xudo xolasa. Xo'p, bu yoqda tishiga ozgina ma'lumot beramiz. Mahaviylik
Mahaviylik tishlarda 20 ta tishli bo'ladi. Lisligini olib tayyorlagan ekan. Lislikda 24 talik tish bo'ladi. Xudo xolasa, ho'kizi ham bir xil xizmat qiladi. Bunisi ham mana qalin stinkali bo'ladi, yeshilib ketmaydi. Pichoqlari yaxshi original pichoq qo'yilgan. Bular sug'orilgan, pishirilgan, o'tda pishirilgan, kuydirilgan yaxshi pichoqlar bular. Ish boshlaganimizdan beri mana shulardan foydalanamiz. Kimga shunaqangi drabilkalarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa, chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz.